Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan yana bir bor bugun ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun bizda nima? Raspakovka chek aziz kuzatuvchilar. Anchadan beri sizlar bilan ko'rishganimiz yo'q, chunki oldi sovuq bo'ldi, bilasizlar. Qish, qattiq sovuq, nimagadir sovuqda kayfiyat bo'lmaydi odamda, hammada shunday, bitta manda bo'lmasa kerak. O'shaning uchun videoroliklar chiqara olmadim. Aybga buyurmaysizlar. Xudo xolasa oldi bahor, sizlar bilan yangi videolar orqali ko'rishamiz deb o'ylayman. Bismillahirrohmanirrohim deb hozirgi videomizni boshlaymiz. Uzun marketda raspakovka chek sizlarga. Men nima oldim? Bu safar kriva degan gelimni almashtirdim. Turetskiy chiqqan, bilasizlar, sha degan. O'shaning uchun bismillahirrohmanirrohim deb sizlar bilan birgalikda ochib olamiz. Qaychim olib kelmoqda. Aybga buyurmaysizlar. Hali ishlatib ko'rmadim. Shani birinchi eslasalaring, men baklashkaligidan ishlatganman. Baklashkaligi menga yoqmagandi. Shuning uchun doim vash color olib ishlatardim. Bilsalaring, uzun marketdan zakaz qilib buni men oldim. Xo'sh, gelda oldim 67 ming so'm, to'liq 5 kilogramlik. Hozir sizlar bilan birga hidini ko'rib olamiz. Buni birinchi marta ishlatishim. Qani, agar yaxshi chiqsa, vash colorni ishlatmayman-da, buni ishlataman. Qani, menga maqtashdi buni. Lekin men baklashkaligi menga yoqmagan. Hidi zo'r, вообще hidi zo'r. To'kilmagan, kelishlari ham juda ham zo'r keldi. Mana buni men oldim. 67 ming so'mga oldim. Mana shu hozirlarga chappa ko'rinyapti, chunki kamera menga qarab turganligi uchun. Xo'sh, ikkinchisiga o'tamiz endi. Buni zakaz qilganimdan keyin men kir chayqash uchun yumosh ishlatardim. Bilasizlar, yumosh ham turetskiy. Endi shani zakaz qildim-da va bu bilan birgalikda shani kir chayqaydigan anasini ham zakaz qildim. Qani, hozir buni ham ko'ramiz. Hidini sizlar bilan birga. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'sh, shani 39 ming so'm. Yumoshlar bilasizlar 55 ming so'm, 60 ming, 55-60 o'rtasida originali. Grammi bir xil. Buni ham hidini sizlar bilan birga ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi marta buni ishlatishim. Buni ham yumosh bilan birga bir xil hidi. Yumoshda ham goloboyini ipushisini ishlataman. Birga bir hozircha hidi bir xil. No, endi yana ham sizlarga ishlatib ko'rib, haqiqatan ham hidi ham stoykimi turadimi yo'qmi, uni ham sizlarga aytib o'taman. Qani, bu geli. Mana bunday tursin. Ko'rinsin. Endi navbatdagi tualet vannalarni sarig'ini ketkazish uchun kelle zakaz qildim. Bundan hech ishlatib ko'rmaganman avval. Hozir birinchi ishlatishim bu. Kelleni 20 ming so'mga uzun marketdan zakaz qildim. Buni ham ishlatib bo'lib, rezultatini sizlarga aytib o'taman. Bismillahirrohmanirrohim. Mana strelka qo'yib qo'yibdi. Qozon tozalayotgan azilitam zakaz qilgandim. Ming afsus, azilitim to'kilib keldi. Shuning uchun azilit отказ qilib berib yubordim. Doimiga men o'zi ana ishlataman, domestos ishlataman yashilidan. Sariq dog'larni ketkazish uchun domestos bilasizlar, infeksiyalarni o'ldirib, to'g'ri tozalaydi. Baribir plastmas analada suvni doimiy oqib turgan evaziga sariq dog' qolib ketadi. Keyin o'sha sariq dog'lar uchun oldim. Chunki uzun marketda ko'rsatilgan sariq dog'larni ketkazadi. Shuning uchun men buni zakaz qildim. Buni ham sizlarga ishlatib ko'rib, bunisini aytaman, atvetini qanaqa chiqdi. Rosa zo'r upakovka qilingan, qaranglar. Lekin shuncha upakovka qilinganiga qaramasdan azilitim to'kilib keldi. Uni qaytib отказ qildik o'sha yerda o'zida. Rosa skoshlashibdi. Zo'r skoshlabdi. Mana, uchinchi zakazim bu. Xo'sh, endi navbatdagiga o'tamiz. Har doimgidek bilasizlar, ishlatmasam bo'lmaydigani bu brief. Bilasizlar, hozir donalab olsak magazinlarda 18 ming, 17 ming, 20 minggacha bitta donasi, lekin o'zim marketda 3 taliga 40 ming so'm. 40 mingmi? Hozirda ko'ray. Brief 40 ming so'm, 39 ming qancha, no baribir 40 ming oladi sizdan. 40 ming so'm brief 3 taliga. Sireniy bilan goluboy ishlatyapman. Hali hidi mana shu yerdan chiqib ketyapti. Hali zapaska olganimdan bitta bor. Avvalgi videolarim olmadim. Nimaga deganda o'zimda aytib o'tgandek ishtiyoq bo'lmadi videolar qilishga.
Shuning uchun videoga ololmadim. Mana brief qo'yamiz. Keyin sizlarga aytib o'tsam, men gelni olganim bilan gelni o'zini ishlatmayman. Avtomat mashinkaga, LG mashinkam 8,5 kilogramlik. Lekin gelni o'zini ishlatmayman. Qo'rqaman mashinkamni buzib qo'yaman deb. Shuning uchun doim parashok bilan ishlataman. Persel oldim. Bundan oldingi men perselida уже tugab qoldi. Perselni men oldim 56 ming so'mga. Mana shu yerdan hidi chiqardim. Mana ko'ryapsizlar, upakovka qilinib zo'r qilib jo'natilgan. Mana paket bilan o'rab, вообще chiroyli qilib jo'natgan. Perselda ham avval barabanda ichiga men stakanchigim bor, yarim stakanchik parashokni sovoraman. Bitta suvni chiqarib, mashinkam aylanishni boshlagandan keyin bir suv chiqarib olib, mashinka aylanishni boshlagandan keyin gelni qo'yaman va keyin o'sha momentda men uni qo'yaman. Nima kirchak qilganim solaman. Hammasini bir paytda solmayman. Aytib o'tganimda yana eslatib o'taman. Avval yarim stakan parashokni kirdi ichiga sovoraman, kirlarim bilan birga. Mashinkadan suvi oqib bo'lib, 1-2 daqiqasi o'tgandan keyin kir aylanishni boshlagandan keyin gel bilan chayqayotganni solaman, ikkalasini birgalikda. Hidi yaxshi turadi, ham suv olib chiqib ketmaydi. Birinchi parashok aylanib beradi, ikkinchi yuvilishiga gel bilan yuvilib, oxirida bu bilan chayqaladi. Shuning uchun hammasi bir paytda solmasdan navbat bilan solishlikka harakat qilaman. Aziz kuzatuvchilar, mana 3-olganim parashok bu. Xo'sh, qanaqa qilib qo'ysam hammasi ko'rinsa sizlarga. Mana parashok bu. Mana bu. Keyin uzun marketdan yana nima oldim? Melkaya sol. Yodlangan tuz oldim, yodlangan, 100% yodlangan deyishdi. Yozilgandi uzun marketda. Shuning uchun o'zim ham orzu tuz ishlataman uyda, orzu tuz. Lekin buni ham rosa otsiflari zo'r yozilgan ekan, hamma maqtashgani uchun bundan ham bir pachka olib ko'rdim. Qani qanaqa chiqadi ekan deb, rossiyskiy tuzdan ham rossiyskiy deb yozilgan, rossiyskiy tuzdan ham bir ko'ray deb rossiyskiy tuz zakaz qilib ko'rdim. Qani endi qanaqa chiqar ekan, ishlatib ko'rib buni ham sizlarga aytaman. Hali ishlatmaganman, birinchi ishlatishim tuzimizni ham. Xo'sh, aziz kuzatuvchilar, mana bugungi o'zimdan olgan zakazlarim mana shular. Mana bugun chislomuz 2026-yilning 16-fevral sanasi. Va mana olgan hamma zakazlarim o'zimdan mana shulardan iborat. Aziz kuzatuvchilar, hammalaringga videoroligim shu joyda xayrlashib qolaman. Hammalaringga Allohdan sog'lik, salomatlik tilayman. Xotirjamlik tilayman. Hamisha sog' salomat o'ynab ko'rib yuringlar. Fikr mulohazalaring kommentariya bo'limida kutib qolaman albatta. Nimalar bilan bandsizlar? Yana video chiqarishim xohlaysizlarmi? O'zim ham вообще ikkilanib qoldim. Video chiqarsammi, chiqarmasammi deb. Chunki kommentariyalarni juda kamayib ketgan. Shuning uchun o'zimda ham qiziqish bo'lmay qoldi. Birdan YouTubedan sovdim. Shuning uchun sizlarni yana ham qiziqishlaringga qarayman, fikr mulohazalaringga qarab yana videolar chiqarishga harakat qilaman. Aziz kuzatuvchilar, ko'rishguncha xayr, sog' salomat, Allohimga omonat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilib qolinglar.